18 qavatli uy bor. Birinchi qavatda 2 kishi yashaydi. Har bir tepa qavatda 2 barobar ko'proq odam yashaydi. Shunda liftni qaysi knopkasi eng ko'p bosiladi? Oxirgi qavat. Tepada pishirib qo'yibdimi? Voy tovoq tushma ko'r. Noto'g'ri. Odamning eng kichkina suyagi qaysi a'zosida joylashgan? Bilmadim. Qiz bola turmushga chiqishda oldin shunaqa bo'lib qoladi, qo'yaver. Bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bitta tuxum 5 minutda qaynab pishsa, 3 ta tuxum necha minutda qaynab pishadi? 5 minutda. Ko'p kuydiribsiz-da, ha? Noto'g'ri. Bir odamning akasi bor, lekin u akaning ukasi yo'q. Qanday bunday bo'lishi mumkin? Tog'asi bo'ladimi? To'ppa-to'g'ri. Yer qaydasang, kuz qayda. Kuz qaydamasang, mana shunday inson bilan yuz qayda. Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. 4 burchakning bir burchagini kesib tashlasak, necha burchak qoladi? 5 burchak. To'ppa-to'g'ri. Ajoyib sovg'a sizga. Ichida Koreyada ishlab chiqarilgan Kopum Plus kapsulasi bo'ladi. Agar bunda kir yuvsangiz, parashoy hidi umuman qolmaydi hamda o'zidan yoqimli hid chiqarib, 3-4 kun saqlab qolish xususiyatiga ega.